plastik karta bo'yicha plastik karta bo'yicha hozir birinchi kelishingizda zaявka berib ketdingizmi? Yo'q, hozir bir yarim soat fursat bo'ldi. Yarim soat kuting olib ketasiz. Zaявka bergan, hozir shuni olasan, olib berib olasan o'sha masalani. Tushundingmi? Hozir aka chiqasiz, tugagandan keyin mana Shahzodga yigitim bor, birdan bu yerda datokatdan chiqqan bo'lsa, birdan berib oladi. Pastdan mijozini o'chirib kutib o'tirmaysiz aka. Xohlasingiz nimasi? Kredit masalasimi? Kreditingiz to'lagan. Aha. Bo'ldi, hozir qarang, chiqqandan keyin mana Bekzodning yigitim bor, xonaga olib chiqqan, pastda odam ochib kutib o'tirmaysiz. Birdan ko'rib, qancha to'laganingiz, grafingiz nima masalangiz, savollaringizni ko'rib beradi. Sizniki nima masala edi? Plastik kartochka ochmoqchisiz. Endi ochmoqchiman. Hozir Shahzod ko'rasiz. Bu yigitimiz ko'radi, plastik bilan bog'lama siznikini beraveradi, bu yoqqa. Faqat anaqa dadamning nomlariga olmoqchiman, o'zlari. Hozir ochib beradi, o'zlari kelish kerak. Mayli, o'zlari kelish. Hozir zaifkani berib, ochib tayyorlab ketadi. Qachon kelishingiz 1 soatdami, 2 soatdami, qachon kelaman desangiz, tayyorlab qo'ying, olib ketasiz.